Yana nimadir sasiyapti-da. Uzr. Qo'shnimning uyi ekan bu. Uzr, bezovta qilibman. Uzrasiz, kechirasiz. Mana meni uyim ekan. Qisib uyimda o'tirsam bo'lmasmidi? Bu meni keyingi xonam debman. Kimdir bormi? Ha, bu yerda hech kim yo'q. Bu yer sasiya. Hop, opa, uzr. Ha, xo'p dedim-ku. Xo'p, ye. Ha, bo'pti. Voy, dovdir ekan-ku, men eshitib yo'qman shu. Qo'shnilarim jinni bo'lganmi nima bola? Ha, kimdir uyimizga keldi. Mehmon bor, hozir. Ketyapman. Ha, ketyapman dedim-ku. Voy, nimcha bu? Ey, dovdirmisiz? Ketyapman deyapman-ku, cholaverasizmi hadeb? Qani kim bu? Ha. Kimedi u? Ol buni. Qara shu, dastlab. Ishonch yo'q hozir. Kim choldi hozir eshigim? Ayinga aytaman ey, qo'shni, bolangizga qarang, asabimizga tegyapti, qo'shni. Qani siz qo'shni, davay. Qo'shni, cholinmas ekanda, bo'lmasam. Qo'shni, aytibdi, bolangizni ko'rsam, shapalaqman urib, anjurga ayla qilib qo'yaman. O'yin qilyapti, men chalg'ityapti. Bosmasin mana unimni. O'yin qilib qochadi. Yosh bola. Yosh bolalarni yomon ko'rmayman, lekin unaqa yosh bolalar kuydirgilardan to'yganman to'g'risi. Mana shuning uchun o'zimizni proyektimizni boshlayveramiz. Xo'p, soat qaranglar, 49 minut o'tdi. Menda ham 49 minut o'tdi. Sizlar